Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim, hurmatli kanalim muxlislari. Boringizga ming bor shukr. Bugun yana inshaalloh kechga olot samsa bo'ladi. Xayrli kun tilayman. Kuningiz quvonchli va xayrli bo'lsin. Rizqingiz butun bo'lsin. Bu yerda 300 mg oddiy krantni suvini o'lchab oldim. Sho'rva va suv tayyorlab olamiz. Hozir tuzimiz endi erisin. Yaxshilab aralashtiramiz. Tuzimiz erishini kutamiz. Tuzimiz erigandan keyin ozdan solib xamir qoraymiz. Suvni birdan solaymiz. Ozdan solamiz. 4 osh qoshiq o'simlik yog'idan solamiz. Birdaniga 4 osh qoshiq. Xamirimiz tayyor. Ana endi xamirimizni tindirgani olib qo'yaman. Hurmatli kanalim muxlislari, oradan 4 soat vaqt o'tdi. Men boshqa ishlarimni qilib kelganimcha mana xamirimiz chiroyli bo'lib tindi. Hozir buni bo'laklarga bo'lib olaman. Hozir keldim mana. Shu 250 grammlarcha farsh bo'lsa kerak, adashmasam. Piyoz mayin qilib to'g'radim, tuz, qora murch, o'simlik yog'i soldim, lekin hali aralash qilmaymiz. Birinchi bo'lib xamirni mayda-mayda zivolachalarga bo'lib olamiz. Shoshib keldimi? Xamirimiz ancha tindi. Yong'oqdan sal katta-katta qilib kesamiz. Birdan zivolachalarga bo'lma qilib olsak, shu paketga qo'yamiz zivolachalarni. Mayda-mayda zivolachalar qilamiz, shu paketga joylashtiramiz. Azizlarim, mana bu yerda men xamirlarni zivolachalarga bo'lib oldim. Sal telefonimda nima bo'ldi? Перезагрузка bo'ldi-da, ming bor uzr. O'zi unlamasa ham bo'ladi, xamirimizni yog'ini yaxshi solganman. Beun ham yaxshi yoyiladi. Men telefonim video olibdi desam, qanaqadir ovoz chiqdi. Qarasam, telefonimning ekrani yopildi. Keyin nimaga kirsam, ana rasmlar galereya bor-ku, hamma narsa to'lib ketibdi o'zi ham. Darrov qizim nima qilib berdi? Udalits qilib berdi keraksiz videolarni. Ha, Allohga shukr. Ismaloqlik olot samsa bor kanalimda. Bugun farishdan qilaman. Kecha havasim ketdi, bitta bloger opamiz, Lola opajonim, olot samsa qilibdi. Shunday havasim ketdi. Aytdimki, erta ishlarimni qilib bo'lib, darrov men ham olot samsa qilaman dedim. Qarang, o'zi musini beun tez yoyiladi. Men deganda yog'ini yaxshi solibki, 4 osh qoshiq solim yog'ini. Unlashni hojati ham yo'q. Hozir pechkani yoqib qo'yaman.
yaxshilar, pechkani yoqaman hozir. Keyin bu yog'ini yana davom ettiramiz-da. Birinchi o'rinda pechkani yoqishimiz kerak ana endi. Mana endi nachinkamizni ozroq suv solaman, ko'p emas, ozroq. Yaxshilab aralashtirib olamiz. O'zi piyozini ko'proq qildim, sochini bo'ladi inshaalloh. Bir dona pomidorni ham hozir erinmasdan kesib, pomidorni ham qo'yaman. Nachinkamiz sochini bo'ldi, yaxshilarim. Xamirdan qolsa xavotir olmash kerak, xamir ishlatiladi. Boshqa narsa ham qilsa bo'ladi bu xamirdan. Oltita bo'lsin, katta bo'lsin, nima dedingiz? Yo, bu bitta xamir yoyib yettita qilaymi? Hay, oltita bo'lsin. Qo'shlik bo'lsin. O'zi qo'sh ozroq edi, 200 grammdan sal ziyod edi. Boriga baraka. Mana endi kesib olgan pomidorlarimizni qo'yib chiqamiz. Mana shunday qilib. Mana shu pishmay qolgan joyini sal suvlab bunday qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yog'ini bunday. Ana. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. To'g'rimi, yaxshilarim? Sal ustini suvlab olamiz, qizarib pishishi uchun. Mana endi qisigan duxovkaga qo'yamiz. 200 gradusdan sal ziyod manda. Hozir sal 200 gradus qilaman. Manda duxovkam 200 gradusda yoniq. Bismillahirrahmanirrahim. Xamirdan ortganini qo'rqmaymiz. Mana bunaqa. Juda ham zo'r bo'ladi. Nonni o'rniga yesa bunaqa qanday maydalanib ketibdi. Yumshoq bo'ladi.
Xamirdan o'tganini shunaqa qilib olyapman. Yaxshilarim, xamirdan qolganini to olot samsa pishgancha buna qarang. Hammasini yaxshilab, buni skоворodkani qizdirib, ozroq yog' solib, xamirni yoyib, qisigan skоворodkada pishirib olasiz. Bu juda ham tez pishadi. Qisir-qisircha nejni shunaqa xamiri. Bu ham yelanadi. Nonni o'rniga yesa bo'ladi. Yaxshilarim, olot samsa tayyor. Mashallah, bunisiga nima deysiz? Ana. Buni hidlarini aytmaysizmi? Hidlari qanday zo'r chiqyapti. Mana. O'z kamerada ko'rinyaptimi? Ha. Allohga shukr. Oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'ramiz. Joylaringiz bo'sh, yaxshilarim, kelingizlar mehmonga olot samsalab pishirib, maza qilib o'tiramiz. Mana shunday qilib, shoshib kelgan paytim shu ham har nimada 6 dona bo'lib yelanadi. Bugungi kunimiz ham o'tadi shu bilan. Mashallah. Yaxshilarim, hurmatli kanalim muxlislari va obunachilari, hammalaringizni borlaringizga shukr qilaman. Umrlaringiz uzoq bo'lsin ilohim, rizqlaringiz butun bo'lsin. Hamma vaqt yaxshi kunlarda inshaalloh uchrashaylik. Obuna bo'lishni, like bosishni unutmaysizlar. Meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Allohga omonat bo'lingizlar. Ana. Hammadan buni 2 donasini yeb qo'ydim.